Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Arzonlar Toshkent kanali obunachilarim, xo'p, sizlarga Toshkent tumani Toshmi postidan bor yo'q yerda 5-6 kilometr kirganda shu asfalt ko'cha, tepaga chiqsanglar Tutsor havasdinglarda, Tutsor mahallada shunaqa bir 3 xona 4 xona dommi puliga 2 etajli 1.6 sotuvdan iborat uchastka topib qo'ydim. Uchastkamizga kirganimizda shunaqa bitta katta hovlisi kutib oladi. Hovlisi bitta mashina bemalol sig'adi. Hovlisidan chapga qarasa o'zini sanuzeli. Va bu yoqdan kirib borar ekanmiz. Tak, o'zini bitta qo'l kutib oladi. Qo'ldan o'ng tomonga qaraydigan bo'lsak, o'zini shinam bitta zaliga ega, hamma remontlari qilib qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Xo'p, zaldan chiqib turib, zinani tagiga kompaktning qilib akalarimiz atapechilni sistemalarni joylashtirishgan. Kachollar ishlab turibdi. Bu yoqdan chiqib o'ngga qaraydigan bo'lsak, bitta o'zini как родительский спальня ham bo'ladi, kattalikchi yotoqxonasi ham bo'ladi. Bu yoqdan chiqqanimizda o'shni bitta sanuzeliga ega va bu yoqda esa ayollarimizni sevimli bo'lgan oshxonasi va bu yoqda o'zini hovliga qarab turgan oynalariga ham ega. Xo'p, bu yoqdan chiqib ikkinchi etajaga ko'tariladigan bo'lsak, akalarimiz ko'rib turibsizlar. Perillalarni ham nержавейка, zanglamaydigan materiallardan ishlatishgan, juda ham sifatli qilib qo'yishgan, ko'rib turibsizlar. Chiqanimizda bitta katta hol. Holdan o'ng tomonga qaraydigan bo'lsak, yana bitta родительский спальняsi ham bo'ladi. Bu yoqda yana bitta общий sanuzeli vannalarga qo'yib qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Va bu yoqda esa yana bitta как детский deymiz ama shunaqa qo'ysalar bo'ladi. Va bu yoqdan chiqqanimizda esa bitta yana katta zalga ega, ko'rib turibsizlar. Remontlari juda shinam chiqqan. Va bu yoqdan chiqadigan bo'lsak, o'zini bitta katta balkoniga ham ega. Balkoni juda katta, ko'rib turibsizlar. Bu tepadan qaraganda shunaqa ko'rinishi, mahallalar asfalt, hamma suv, svet, gazlar oqib qo'yilgan. Hech narsada muammo yo'q. Mebellarni olib kirib, shunday yashab bersanglar bo'ldi. Xo'p. Bu uyimizni egalari $100,000 o'zi baland qo'yamiz deyishgan edi pul zararligi uchun $81,500 ga baholashyapti. Pul zararligi uchun buni uylar juda kamdan kam chiqadi, lokatsiya juda zo'r. Katta asfalt ko'chaga bor yo'g'iga 500 metr chiqadi. Tutsor havasdan shundan ketadi bir 500 metr kirganda bo'ladi. Shunaqa uy qidirib yurgan aka-ukalarimizga, yaqinlarimizga tez-tez jo'natib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Qachondir kimgadir manfaatli bo'lib qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.